To'ylar buni to'g'rilab qo'yish kerak. Hamma joy tutayotibdi. Hop, hammaga salom fafalam. Radmir KRB Tasalolanga xush kelibsizlar. Noylar bu xudo xolasa open case qilamiz. Anchadan beri open case bo'lgani yo'q va agar normal narsa tushsa, xudo xolasa bugun Kogaga men mashinani berib yuboraman. O'zimga bitta mashina, bitta qimmatga bitta mashina, bitta olaman, bitta. Necha marta bitta dedim, kommentda bitta deb yozib qo'yinglar. Xullas shunday. Open case olishimdan oldin takmana Da ko'rgan bo'lsang 6 tami case sotib oldim. Qolganlarini sotib olishga uspet qilmadim. Uspet qilmadim emas, nalichi pulim yo'q ekan, bilmagandim. Xo'p, radiolar agar sizlar ham biz bilan birga o'ynamoqchi bo'lsangiz, Hustle Online Play Marketda bor, iPhone 3 App Store'da bor, kompyuter uchun Radmir Kerim. O'yinga kirgandan keyin har doimgidek P-kod deb katta yozasak, paylarga chiqyapti. Va shu yerga zona promog, zina emas, zona promogini terasizlar. Sizlarga VIP Gold beradi va BMW M4 3 kunga plus 76 rubl pul beradi. Agar o'yinga tushmayotgan bo'lsangiz, xatolik berayotgan bo'lsa, uyalmang, mana ekranlarga chiqmashdi. Telegram kanalimiz bor, bemalol kirib bolalardan so'rasang, hammasi yordam beradi. Konkret gapimga javob. Zo'r bolalar yig'ilgan. Shuning uchun uyalmaslik kerak, bosish kerak. Qizlar ham o'ynasa bo'ladi, nafaqat bolalar. Qizlar kirsa, naborot ko'p bolalarimiz podдержка qiladi qizlarni. Shuning uchun uyalmasdan kiraverish kerak. Davaychi o'zimiz uyda anchadan beri open case qilmaganmiz, hozir open case qilamiz. Qaranglar, mana bundan oldim, mana turibdi. Maskalarim ko'p, chunki men yulisam qilyapti o'tgan safarga agrableniyadan keyin. Xo'p, nagradiga o'tamiz. Mana uni olamiz. VIP Goldga ham olib qo'yay. Menimcha ishlayapti, VIP Goldga. Da mana 3 kunga bor aktivim bo'libdi o'sha. Mashina kelsa, keyin 6 ta bundan 9 ta bundan ochamiz ekan, undan. Tay birinchisi asli, keyingisi tez bo'la. Har doimgidek shunday. Pagnali, omadimizni bersin, barakamizni bersin. Qimmat narsa tushsa, oilaga zo'r narsa olamiz, xudo xolasa. Sal like bosib qo'yinglar. Va ungacha o'yinni skratib qo'ysangiz bo'ladi. Bu Volga, ayo Volga emas ekan. Raspirit boramiz, keyin sal boshqa case olish uchun. Va endi tez bitdi. Ikki marta bir xil narsa. Hazırlashyaptim bular. Описаниеda ham ссылка bor, o'sha orqali ham bemalol disklaring bo'ladi agar topolmayotgan bo'lsalaring. Bu 1 millionlik skinda. Buni sotamiz. Yaxshi. 30-21 tagacha ochib. Yana tez debdi shunaqa. Nice. O'sha pulchamiz bor. Zo'r. Просто men ana o'qimoqchiman-da, mashina olmoqchiman o'zim. Anchadan beri mashina olganim yo'q. Bu ham qimmatroq mashina-da. Kimdir kel. Tak bu kimdir vang deb kelib mikrofonni bag'irlab 3 ta bizga ana qizni berdi. 3 ta qiz bola skindan berdi. Qimmat epic narsa tushmayapti bizga, bilasanmi? Hech epic narsa tushmayapti, bilmadim nimaga. Shu epic narsada hech omadimiz kelmayapti. Va oxirgisini ham tez boramiz. Raspilit qilish kerak edi uni. Oh my god. Normal ekanim bilan oxirida so'rashga berdi. Tak, bundan bo'ldi o'sha. Bolalar endi tak, nima qiladi? Tak, men oilaga qo'shish kerak. Va alaykum assalom. Buncha ovozingiz balandsizda, quloqlarim shang'illab ketdi. Gapirmang iltimos. Oilaga qo'shish kerak. Yeni bosing. Qabul qiling telefonda bo'lsa. Xo'p, bolalar, agar mana varin deyapti, agar sizlarda ham varin bo'lsa, hop 1 minut. Sizlarda ham varin bo'lsa, donat servisimiz bor. Mana op ekranlarda chiqyapti. Bu donatni tushda bolalar qimmat deyapti ekan, u pul tashlagandan keyin yo'qda foizi ham bor, u foizi ham katta. Bu o'zi minimal summa qanchadir qoladi. Agar o'zingizlar donat qilsanglar, pajolsa qilaveradi. Lekin ishonchli, hammasi o'zim nazoratim ostida. Menga ishongan bola, asl degan bola, qo'l donat qilib beradi. O'sha varinni sразу eshitlashingiz va mana yerda mana 2x kelgan pullarga hozir ko'rsataman. Magazinga o'tsalaring, mana ko'ryapsizlar, 5000 rubl tashlang 15 million pul beradi. 250 rubl tashlang 500 ming pul beradi. 113 rubl tashlang 200 ming pul beradi. Bu 2x hozir aksiya ketyapti. Bugun shuni foydalanib qolish kerak. Endi bilmadim necha kun bo'ladi. Xo'p, davaychi biz case'imizni davom ettiramiz. 6 ta yangi case sanashim. Men oxiriga olib qo'ydim. Tak, ketinglar. Hozir ko'rmanglar, videoda ko'rasizlar. Qochib ketdim aholilarda. Ya case tushni ko'rib qoladi. Nima tushishini o'shanga. 7 million pulim bo'lib ketdi. Kanal 9 ming qanchadir pulim bor edi. Va ketdi. O'kib zo'r bo'ldi. Tak, bir oy vaqti bor. Использовать. Xudo. Nimalar bor bunda, mana ko'ryapsizmi? Mumio bor, skin sari ko'rinmayapti kamerada. Mumio skin bor. Mana u hech qimmat narsa emas. Ketdi. 250 ming. Ha, teziga qo'yib qo'yibman meni. Ochilishlari ham boshqacha buni. Ochilishlaringdan seni. O'zimga bitta qimmat mashina olsam bo'lmaydi-da. Oppa, bu nima mashinacha bo'ldi endi? Buni mashina tuning qilamiz yoki nima deysizlar? Mashina tuning qilamiz. Mashina tuning qilaman. Hali mashina olmayman. Bo'ldi, mashina tuning qilaman. Bilmadim, keyin keldi.
Qo'shimcha tuning qilamiz. Обязательно kommentariyada fikrlaringni yozib ketinglar, izohlaringni. Menga qiziq. Aytganda o'yinga tushunmayotgan. Bu boshimda olmasam bo'ladi. Men uyat. Bu boshimda olmaslik uyat. Bu boshimchani zo'rligini qaranglar. Bunaqa boshni hech kimda yo'q, ko'rmadim. Birinchi marta ko'ryapman. Oppa, bu nima? Putinga tiqibman boshim ko'raman. Nechta qoldi? Bitta qoldi. Oxirgisi tez ochib olamiz. Да ну, чулюрубль, Карл, серьезно? Babuya qaraylar. Zaqafat sho'mat keldi. Zafar. Boshimga uraman, men buni to'g'rimi? Maska mumi. Redka вообще kerak emas menga. Серьезно, Карл. Nima qilaman? Bitta qopdi. Asta bittasi. Давай, jigar, давай. Nima bu? Tak. Sizlar uchun raddolar. Mana shu moshinchani rozigirish qilaman va bu moshincha rozigirishi Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalga gulam bo'linglar. Yana ekranlarda chiqib beryapti. Shartlari juda ham oddiy, просто menga 2-3 kanalimga obuna bo'lishing kerak. Bo'ldi va zo'r namoyon tergan bo'lishlaring kerak. 13-serverda o'ynashinglar обязательно bo'lishi kerak. Zabrat qilaman, buni ham sizlar uchun konkursda o'ynaymiz va давайте Hatta 20 ta qoldi. 20 bittasini ochib qo'yay. Bittasini ochib kelyapti. Bittasini ochib qo'yay. Mana qo'limda nimadir sezyapti-da, mana och deyapti-da. Men buni ochdim va ko'nglingni sentriga seni deydiganlar gaplarga qo'shilaman. Demak, ochdim men buni. Tak, hozir nima qilamiz? Hozir birinchi o'chirtda biz nima qilishimiz kerak? Ko'gaga mashina berishim kerak. Ko'ga qattiq endi bratishka. Ko'ga yo'q bo'lsa, endi keyingi videoda ko'gaga mashina beramiz. Buxankani yo'q qilishim kerak. Buxankani qanday yo'q qilsam bo'ladi ekan? Buxankani sotib olishim kerak. 10 million pulim bor, qara. 100 ming pul bering, pulim yo'q deyapti. Shahzod comeback ekan. Apex bo'lganingizda berardim. Afsuski yo'q. Keyin kommentariyada yozinglar. Keyingi videoda men aytdim, ana olaymi? Mashina olaymi? Radnoylar. Chunki o'zimga bitta qimmat mashina olmoqchiman-da, prям moshinisida. O'shani kommentda обязательно yozib ketinglar. Agar o'sha komment ko'proq like qilsa, albatta olamiz. Tak, sotamiz. Pusto joy kerak edi menga jigarlar. Buxanka 90 mingda. Normal. Menga biroz pusto joy kerak edi. Pusto joy bo'lsa yaxshi-da. Endi uyga ketishim kerakmi? Uyga ketishni eng yaxshi bo'lib o'yinga kirib chiqishmi deyman-da. Tak, uyga yetib keldik. Kimdir skutuvchidan atiribdi, kimdir yangi bola kelgan. Xo'p, kuniga-da bir 10-15 ta bolalar keladi, yangi bolalar. Ko'pchilik tushunmaydi, chiqib ketadi. Aytganda tushunmaganlar Telegram kanaliga o'tinglar. Yana mana bir bor ekranlarda ko'rsatyapman. Hammasi sizlar uchun, men uchun emas, hammasi sizlar uchun. Xo'p, men endi mashinani olishim kerak. Boyani kichkina mashinani keyingi videoda olamiz. Chunki joy yo'q-da menda. Tak, mashina tushdi. Shuni tuning qilaman men ketdim. Xo'p, bola mashina tushdi. Xudo xolasa endi buni borib tuning qilish kerak. Tak, dvigatelni ishga tushiramiz. Buni ham marajalar yonishda qaranglar. Normal. Mana shu bolalar o'ldiryaptimi sizlarni? Nima qilyapti? Bolalarga rus bolalar sizlarni o'ldiryapti, nimadir qilyapti ekan-ku. Forumga yozish kerak bo'ldi. Boshqa narsa qila olmaysizlar bu narsani. Asabiylarga tegadi, o'ynaydi, boshqa narsa qiladi. 2-3 marta qilsang bo'ladi. Bu oldingga yaqinlashmaydi ham kelmaydi. Endi bu o'yinning qoidasida men qo'limda hech narsa kelmaydi. O'yinda bo'layotgan narsada. Keladi, otishadi boshqa oilaga qarshi. Shu narsa inobatga qo'ydi. Xo'p. Hozir kartaga kiramiz. Ko'chiramiz. Endi buni narsalarni ko'ramiz. Qani bismillah deb ko'raylikchi. Nima narsalar bor ekan. Вроде ko'p narsasi bo'lishi kerak. Tak, rangi. Mana shunaqa deyman, kabriolet qayda yuradi? Nechfilikmi? Qanday sinfga qiladi? Hozir bir xil sinfga qilsam, ujum mana ochiladimi, ochilmaydimi? Qani ko'ramiz. Qani ochilyapti-ku bo'lishi. Oldi vamperni qo'yadi, xayli o'zgaradi. Hamda rangi просто ideal o'zgaradi. Probelni bosish kerak, keyin tapa bosish kerak. Esda yo'q-ku. Agar sana oldi orqa bankerga mos bo'ladi-da bu. Hozir kelib qo'yadi, shu ideal bo'ladi. Hop. Balon nimaga qo'yib bo'lmaydi? Balon qo'yib bo'lganda zo'r bo'ladi. Или balon qo'yib bo'ladimi? Или men bilmayman. Bilmasam kommentariyada yozib ketinglar. Balki balon qo'yib bo'ladi. Spoilersiz bo'lmaydi. Qaranglar qanday qanotcha chiqadi orqada. Ideal bu. Buni ham ozgina haydab keyin rozigirishga qo'yib yuboraman. O'shaning uchun polni aktiv bo'lib Telegramlarga ulanib olsalaring, hammasi rozigirish bo'ladi. Unda oldinga o'san unga berib qo'yaman, ko'kga berib qo'yaman, narigi sariq emasdan. Вообще o'zgarib ketdi bu. Tak, mana detailing centerga keldik. Bu yoqda rang bo'yaymiz. Tak, vinil kerak bizga. Vinil chiroyli turadi baribir. Qaranglar,
Maytda bittasi bor edi, boya ko'rdim. Mana вообще cho'tik. Короче, zo'rskicha dotdim, maxskicha uстановка qilaman menda. 450 mingga. Tak, endi birortasi kelish kerak edi, buni uстановка qilish kerak. Kutamiz. O, mana u keldi, menimcha bajaradi hozir. Bo'ldi, ishni bajarib bo'ldi, cho'tki bo'ldi, hammasi ideal. Yeppa, boshlichani qaranglar, chinni bo'ldi-ku. Ko'ryapsizmi? Вообще ideal, вообще boshqa mashina bo'lib qoldi-ku. Qanaqa edi, qanaqa bo'lib qoldi. Zo'r, menga yoqyapti. Prikolda-da, zo'rda, qarang. Hello. Ko'zchalari ham bor, ko'ryapsizmi? Tushirsam ko'zchalari chiqadi. Moshinga короче 1 dan 10 gacha baho berib kommentariyada yozib ketinglar. Rad, noylar. Bugungi videomiz shunday iborat bo'ldi. Bugungi video xudo xohlasa sizlarga yoqdi degan umiddaman. Konkursda qatnashish esdan chiqmasin. Konkursda xuddi shunaqa moshinchani o'ynayman, faqat o'zingizlar tuning qilasizlar. Birinchi o'ringa, ikkinchi o'ringa esa 200 ming pul, uchinchi o'ringa esa 100 ming pul. 3 ta odam yutib olishi mumkin. O'shaning uchun Telegramga o'tish kerak, ulanish kerak. Hammalarni kutib qolaman. Bu o'yin Android telefon uchun Hustle Online, Play Marketda bor, iPhone uchun App Store'da bor, kompyuter uchun slabik kompyuterlar ham bemalol ko'taradi. Ishonmasangiz Telegram chatda любой boladan so'ranglar. Aytadi. Radmir Karim deb yozasizlar. Kompyuterda birinchi zakrib qoldirgan bu yerda ссылка bor, registratsiya qilasizlar, o'sha yerda skrinshot qilasizlar yoki o'yinga kirgandan keyin mana chatga mana